bahorlarni sog'inib kutgan, yomg'irlar yoqqanda Allohning rahmati yog'yapti deb quvonayotgan, nabiralarni shovqinidan biroz bezor bo'lsa-da ularga umr tilayotgan aziz qaynonalar, onajonlar, hoji onalar. Bahorlar siz bilan go'zaldir. Navruzlar siz bilan beg'ubordir. Siz qilgan duolar Allohga yetgusidir. Siz nafaqat farzandlaringizni, jigarlaringizni, butun yer yuzini, butun insoniyatni, mo'min va musulmonlarni, kelin va kuyovlarni, nabira abiralarni, hali ko'rmagan zurriyotlaringizni ham duo qilguvchi insonlarsiz. Biz bugun sizni duolaringiz Allohga yetsin-u, ezgu tilaklar amalga oshganda ulug' yoshlarga kirib, murodlaringiz hosil bo'lganini o'zlaringiz ko'rib yuringlar deya sizlarni duo qilamiz. Onalik mashaqqat, onalik baxt, lekin qaynonalik o'ta mashaqqatli ish. O'ta sadoqat va qiyinchilik bilan qo'lga kiritiladigan bir martaba. Ana shu martaba sizlarga muborak bo'lsin. Qaynonalarimiz qancha bag'ri keng bo'lsa, kelinlarimiz, nabiralarimiz shuncha yayraydi. Kelinglar, biz bag'rimizni keng qilib, nabiralarimizni, kelinlarimizni, navara kelinlarimizni yayrataylik. Duo